أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan tafsirning o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, A'rof surasi 160 oyat kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shuning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Ular yani İsrailni 13 tarmaqqa yani kabilige cemaalar kılıp bölüvettik. Musa'nın kavmi Bayavanda onundan su talep kılganda Musa'ga Hasan bilen taşını urgen dep vehi kıldık. Musa as bilen taşını uruvdi. Onundan kabilerinin sağını boyunca 12 bulak etilip çıktı.
Her kabile özünün su içidigan o'rnini bildi. Ularga bulutni sayvan qilib berdik. Ularga taranjibin bilan bo'dinini tushirib berdik. Ularga aytdikki, sizlar biz rizqlandirgan lazzatli narsalardan yangla. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon solg'ini yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlariga o'zlari zulm soldi. Öz vaqtida biz ularga, ya'ni Bani Isroilning ota-bobolarga, sizlar bu shahar, ya'ni Beytul Muqaddas turinglar. U yerdagi yemeklardan xohlaganinglarcha yanglar. Shahar darvozasini sajda qilgan holda kiringlar. Kirayotgan chig'inglarda, "Ey Alloh, gunohlarimizni kechirgin" danglar. Jami gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qilg'uvchilarga savobini ziyoda beramiz dedik. Ularning ichidagi zolimlar uningga aytilgan so'zlarni, Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartiryapti. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdiq. Ular, ya'ni Yahudiylardan, dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayli shaharning ahvolini so'ragin. Uning aholisi baliq tutish cheklangan kun shanba. Shanbada Allohning cheklamasidan chiqatdi. Chunki shanba kuni baliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fosiq bo'lganlar uchun ularni mushundoq sinaymiz. Xo'sh. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وفرقنا قوم موسى من بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة بعدد الأسباط وهم أبناء يعقوب كل قبيلة معروفة من جهة نقيبها وأوحينا إلى موسى إذ طلب منه قومه السقيا حين عطشوا في التيه أن اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا من الماء قد علمت كل قبيلة من القبائل اثنتي عشرة مشربهم لا تدخل قبيلة على غيرها في شربها وظللنا عليهم السحاب وأنزلنا عليهم المن وهو شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل والسلوى وهو طائر يشبه السماني وقلنا لهم كلوا من كلوا من طيبات ما رزقناكم فكرهوا ذلك وملوه من طول المداومة عليه وقالوا لن نصبر على طعام واحد وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير وما ظلمونا حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذ فوتوا عليها كل خير وعرضوها للشر والنقمة و- وقطعنا وفرقنا وميزنا biz فرقنا وميزنا qaysi ma'no o'smayli ayirvatdik biz Musa alayhissalomning bu Bani Isroildan bo'lgan qavmini 12 oymoqqa bo'lyaptik. Ular bo'lsa Bani Isroilgan Yaqub alayhissalomning o'g'illaridir.
Her aymak özünki reis tarafından tunulatdı. Biz Musa Aleyhisselam vahiy kıldık. Musa Aleyhisselam'ın kavmi bu Tih çöllüğünde yani Sina vilayetinin Mısır'a tabi olan şimal tarafındaki Mısır'a nispeten bu Tih çöllüğünde çankap usattığı vakitlarda su talep kıvıdı. Biz nimdep vahiy kıldık. Asanla taşını urgın dep vahiy kıldık. Anıdrib evhaynanın mef'ulun bisi. Biz Hasan'la taşını urgın dep vahiy kıldık. Musa aleyhissalatü vesselam taşını urdu. Bu bu taştan 13 bulak patlap çıktı. Her aymak bu 12 aymaktın 12 kabilden olan her bir kabile aymak özünün içidiği yerini bildi. Bir kabile özünün başka kabile o sonu içiş jarayonida bir-birisi aralashmasin, kirib qolmasin. Bular belki jadalxo mındaq bir millat to'g'ashqa bu mush ishlar bir sabab bo'lib orada bir to'qinish yuz berib qolmasin deb muayyan hammasiga Alloh subhanahu taolo shundoq har bir aymoqqa, har bir qabilaga birdan buloqni tayyoq bir tikanda. Biz bularga bulutni sayvan qilib berdik. Ular nega borsa bulut shu boradigan mashalloh. Tushirdik biz bularga mannani tushirdik. Manna degan nima bo'lsa bu bir shilimga o'xshaydigan bir narsa bo'lgan bo'lib, uning ta'mi asalga o'xshash. Va salvani tushirdik. Va salva al mannag'atdi. Salvani tushirdik. U salva bo'lsa budiniga o'xshaydigan bir ucharliq. Ular uchun biz dedikki, biz sizlarga rizq bergan xushbo'y pok halol narsani yanglar dedik. Desek ular buni yoqtirmadi. Bu tomoqning ularga, manna salvaning ularga uzun bo'lganligidan, davomlashning uzunligidan yoki zirkib qoldi. Va dedi nim deb, biz xil taomga biz sabr qilib bo'lolmaymiz biz. Ya o'ramdiq. Bu manna salvani boshqa tomoq yo'qmi degandek bo'lib talab qildi bular. Buningdimi oddiy نايتبك قصة إيها وبوميها وعدسها وبصلها دي آيات بقرة سورة سودانا تارخمك زنجبيل نيما يعني samsak o bu degandek shundoq oddiy bir tomoqnicho mushuni o'zgartib berishni talab qildi. Va adna billazi va xayr. U aslida mana salvolgan yaxshi isl tomoqdi. Muşnun üzgüçü en adna en az addi bir tamakka özgertip birişini talep kıldı. Bulanın huya şındakende. Ula Allah şükretmeye vakitte bizga zulüm kılmadı. Allah şükretmey bizga zulüm kılmadı. Ve ulağı Allah bekitken vacibatlarını ada kılmagan çağda bizga zulüm kılmadı. Lekin ula öz zulüm kıldı. Çünkü o öz üzüdün bütün yaxşılıklarını meni qo'ldan chiqarib o'tkazyapti. Qo'ldan chiqarib qo'ydi. U nafsini yaman usul ishlarga va Alloh subhanahu taolo tarafidan intiqom olishga to'g'rilab qo'ydi. Intiqomga loyiq bo'lib qoldi bular. Vazkur ayyuhar rasulu عصيان بني إسرائيل لربهم سبحانه وتعالى ولنبيهم موسى عليه السلام وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال الله لهم اسكنوا قرية بيت المقدس وكلوا من ثمارها وحبوبها ونباتها أين شئتم ومتى شئتم وقولوا حط عنا ذنوبنا حط عنا ذنوبنا وادخلوا الباب خاضعين لله نغفر لكم خطاياكم فلا نؤاخذكم عليها
ve senezidul muhsinine min hayrey dünya vel ahire. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu Beni İsrail kavmininki Parvardigari Allah Subhanahu wa Ta'alaga ve bu ularninki ular evetligen Peygamber Musa Aleyhisselatü Vesselamga asilik kılgan, bedbaht kılgan, yoldan çıkanlığını eslegin. Ve ulardan çoğu bulağa buyurulgan sözünü deyişinin bedelige enandan ularning çoğu buyurulgan sözünü deyiş deydigan sözünü teyişvatqanlıqqa, almashtırvatqanlıqqa dan ibaret. Bunu esligin. Öz vaqtida Alloh subhanahu taolo ular uchun shuna degan nima deyapti desa, Baytul Muqaddasga shu qariyani turinglar. Onun meyveci onun dağınık mahsulotları, onun yeşil gülgüya, kök yaşlardan xalıgan yerde ve xalıgan vakitte yapışınla dedi. Ve danlayına bizim günahımızı kuvvetken, yani bizim öşrümüzden, bizim mağfiret kılvatken, bizim günahımızdan apu kılvatken, hut anna zunubana, bizim günahımızı kuyvatken, yani beka kılvatken, ve kulu ve dedi ola, ne deyip, dedik ha ulağa dangla hatta anna zunubana. Bizim günahımızı apu kılvatken dangla dedik. Ve bu Beytül Mukaddes darvasın Allah'a boysungan, boy ekken halda muşundaq kiringla dedik. Şundaq kirsanla muşu bizim günahımızın talep üçürvatken, mağfiret kılvatken dep muşun tilesanla ve muş Beytül Mukaddes darvasını kirgen çağda mağrurlaça, mında kibirlaça, pahırınıp mında kirmey boyakken halda kiringla. Muşunda kıysangla sizler için sizlerine boldu biz hatalarını üçürvatimiz, boptu kılvatimiz, mağfiret kılvatimiz dedik. O vaqtda sizlarning o xatolarning qartasini biz jazo tutmaymiz, sizlarni jazolamaymiz dedik. Va qanday qilamiz? Yaxshi qiluvchilarga dunyo va oxiratninki yaxshiligidan borgan siri haslab, buni oshirgan siri oshirib, haslagan siri haslab oshirib beramiz dedik. Desek bular şu bunca bunu bica keltirmeye kanda kıldı. فَغَيَّرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاللّٰهِ مِنْهُمْ مَا أَمَرَهُمُ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْقَوْلِ وَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَهْلَكْنَاهُمْ بِهِ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ وَعِصْيَانِهِمْ. Muşunlar desek bula Allah'a bu kapır oğalla kanda kıldı özgertti vattı. Allah kapır oğalla yani emmisemez aş ben İsrail halkıdan Allah kapır oğalla ço o Allah deyişke buyurgan nersinin özgertti. Ve kirdi ula bu Allah subhanahu teala hutta anna zuna ve hutta dese bunu özgürtmeyi hinta deb özgertkenin sırtı da bu yetmeydigandak Allah'ını meskar kılıp iniço kirdi ula Beytül Mukaddes darvazıdın özlerinin kasları üstüde yupurgan halda yani yupurgan halda kaslarının üstüne kirdi. Ve dedi ne dep hittanın üstüne habbe yani bir tal bir işaret bir bir apı bir tal dan ama mesxar qilib hitta degan o'zi hinta deb buni o'zgartdi. Hinta deganlikni yana bir tal don demak ekan bir tal bug'doy yoki bir op degandek bu hittani hintaga o'zgartdi. Hinta degani habba shara demoqchi deydi. Shu sababli biz ularga osmondan azobni yo'lladik. Azob tushadi. Ularni biz ular o'ziga zulm qiliq sabab bilan va ularning Alloh va Allohning payg'ambari bo'lgan Musa alayhissalomga osiylik qilib qarshi chiqqanlik sabab bilan
Biz ularni vayron qilib, halok qilyaptik. واسأل أيها الرسول هؤلاء اليهود عن خبر أهل القرية التي كانت بقرب البحر إذ يعتدي أهلها في يوم السبت على حرمات الله حيث أمرهم أن يعظموا يوم السبت ولا يصيدوا فيه سمكا فابتلاهم الله وامتحنهم فكانت حيطانهم تأتيهم يوم السبت كثيرة طابية على وجه البحر وإذا ذهب يوم السبت تذهب الحيطان في البحر ولا يرون منها شيئا فكانوا يحتالون على حبسها في يوم السبت في حبائر ويصطادونها بعده وكما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء بإظهار السمك على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده فيه وإخفائه عليهم في اليوم المحلل لهم فيه صيده كذلك نختبرهم بسبب فسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. Ey Peygamber aleyhissalatü vesselam, aş Yahudladın, yani şu kariye ehlininki habri, ila diyeken, ki bu kariye, şu kulzum denizge yakın bulungan ila diyeken de ila. Muş'un üzü yaşaydıgan, Muş halkının Muş'u Yahudlardan sonra baktı. Ee, Bula qandaq haqdi degende, bu qariyaning ahli bu shanba kuni Allah'ın bu hurmatlarga, yani Allah haram qilgan narsaning qarshisida tajovuz qilib boshladi. Qandaq degende Allah ularni bu shanba kunini nihoyatda ulug' bilib, mushu kunning haq hurmat bilan yashashga buyurgan. U kunda hech qanday baliq tutmaslikni Allah haram qilgan narsa shu. Allah ularni meni imtihon qilgan, sinab boqqan. Bularning baliqlari ularga shanba kuni suv yuz, bu dengiz yuzi uchun nihoyat ko'p keladi. Shanba kuni ketibla qolib qolsa, eh, bu qanday qiladi? Baliqlar bu dengizda qolmaydi, hammasi ketadi. Shanba kuni nihoyat jiq. Ammo shanba shundoq ketdimi, u kunlarda dengizda baliqmi ketadi, baliq qolmaydi. Ular u dengizda bir narsani ko'maydi, baliqdan hech qanday bir narsani ko'maydi. Şunun bilan qanday qildi buningga? Bular yilik qilishga boshladi. Bu baliqnicho shanba kunning o'zida bir yilqi hapair hofra, biz haparimda bir o'rak ko'lchakdek binaslargacha asta ixtiyoriy baliq shanba kuni kiradigan, u kun tutmaydigan. Ammo shu so'lashqa, shu ko'lchakning o'ziga baliqni so'lab ertesi başlap yakshanba va undan boshqa kunlarda tutib oladigan mushunaq yeylik ishlatishga boshladi. Va undan keyin bularcho tutudi-da va yastadunaha ba'da. Tutudilar u baliqlarni, u solab qo'ygan o nimiki ko'lchakdagi baliqlarni shanba kundan keyin tutishga mushundaq yeyli mikr qo'llandi. Qandaq biz sizlar uchun bu xil ixtibor va bu imtihon va sinoqni iborat mush narsani sizlarga sifatlab bergandek, masalan, nima qilishlan, baliqni oshkor qilishlan, suv ustida ularga u baliqni tutish harom qilingan kunlarda suv ustida bu baliqni ko'p oshkor qilishlan. Va u baliqnichu maxfiy qilishlan ularga, qariya ahliga, ular uchun shu kunda u baliqni tutish harom qilgan, halol qilgan kunda mushundan iborat
Biz ularni nima qilgandek, sifatlagandek, shunga o'xshash ularni uchun imtihon qilamiz biz. Ularni imtihon qilib sinab bakmız biz. Ularninki pısqı, ularning Allohning taatidan chiqqanlik sabab bilan fisq fasaqa xarajamanda bu ma. Allohning taat ibadati, Allohga bo'ysunishdan chiqqanlik sabab bilan va ularning shu u taatdan uzoqlashib chiqib ketganlikdan iborat mush sabab bilan biz ularni mushuncha sinab ko'rib boqamiz, imtihon qilamiz deydi. Bunun da nima uchun deganda bunun da Alloh subhanahu taolo buni da har qabila o'ziniki rais tarafidan to'nilgan kullu qabilatin ma'rufatun min jihati naqibiha dedi. Naqib edi rais demakda bu. Bu Musa Aleyhisselam'larning Musa Aleyhisselam qo'ygan ish kuchlar biroz yengil bo'lsin uchun har bir ulardan aymoqdan har bir qabildan bir odamdan xos ish qilib qo'ymoq o biroz zo'r. Şuna her kabilden şu kabilenin beşlerle o bu işler kap kalsa beşini tutsa şunu uçuksa Musa Aleyhisselam'ın biraz yengilliğinden yaptı ulanı işim Musa Aleyhisselam'a yengil olsun için değil. Ama bunu gene bu 12 nimege aymakka 12 bu yerge bulakniki bu yerge hazır kıpırışı ula öz ara da talaş düşüp sonu dep hasadlashib jadal majra tushmasin uchun deydi. Xo'sh, darsimizga davomi keyingi soat bo'ladi. Mana shularga kifoyamiz. Va oxiru da'vonana alhamdulillahi robbil alamin.